Dastur tugaganiga qaramasdan qo'ldan kelgancha o'zidan intervyu olishga harakat qilaman, lekin jadidlarni taniydigan odamlar bor, yo'q emas, lekin kam. Hattoki ustozlar internetga bo'layotgan qanaqadir qarama-qarshiligi bilmayman nimaga noto'g'ri xulosaga ega. Lekin bitta narsaga hayronman o'zim, haqqan. Yosh avlod bo'lishimizga qaramasdan, lekin jadidlar haqidagi bo'layotgan ma'lumotni bilishimiz kerak aslida. Chunki bizni tariximiz mana shu mustaqillikka erishishimiz uchun juda katta sababchi bo'lgan tarixlar. O'zbegim uchun jonim fido, xalqim uchun jonim fido. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aholayapsizmi? Qarang, bitta savolim bor. Jadidlar yoki yozuvchilar haqida tushunchangiz bormi? Kimlarni taniysiz? Abdulla Oripov, Istrat, yana bo'ldi shulardan. Yana Abdulla Qahhor, Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ulom. G'ofur G'ulomdan qaysi asarini bilasiz misol uchun? Bilaman, biroz aytib beraman.